Alloh taolo Qur'oni Karimda rahmat aytyapti. Bismillah. Axir biz sizlarga eslatma oladigan kishi, eslatma olgudek uzun umr berib qo'ymadikmi? Sizlarga ogohlantiruvchi payg'ambar kelgan edi-ku, deyapti. Fotir surasi 37-oyat. Demak, Alloh taolo bizlarga ertaga bandalar biz eshitmagan ekanmiz, namozni farzligini bilmagan ekanmiz, yoki bo'lmasam aroqni haromligini bilmagan ekanmiz, rahmat deyishga hech qanaqangi bahona yo'q. Halolda halol, haromda harom Alloh kalomida, payg'ambar alayhissalom muborak hadislarida aytib o'tdi. Demak, sizlarga eslatma oladigan kishi eslatma olgudek umrni berib qo'ymadikmi, deyapti Xudo. Demak, bizga eslatma oladigan darajadagi umrni berdi Xudo taolo. Biz hammalarimiz bugun aqlimiz yetib turibdi. Inson o'lgandan keyin qayta tirilishlik borligiga ishonyapti. Inson hayot kechirarkan bir kuni o'lim ajal sharbatini ichishlikni xayoliga keltirib turibdi. Hech qanaqangi bu joyda insonni bir qutulib ketaman deydigan tomoni yo'q.